Assalomu alaykum. Hozir 17-normativni bajaramiz. Bunda C++ da kod yozilgan bo'ladi. Unda 6 ta sintaksis xato bo'ladi. Uni topib to'g'rilashimiz kerak. Boshladik. Include'da bu belgi qolib ketgan. stdda nuqta virgul qolib ketibdi. Keyin ently'da ham nuqta virgul qolib ketibdi. 5 ta ham shunday. Va bu ently'da 1 yozilib qo'yilgan. Buni to'g'rilashimiz kerak va nuqta virgul qo'yamiz. Menimcha bo'ldi. Int main'da qaus yopilmay qolib ketibdi. Bo'ldi.